Aziz yurttaşlar, bugungi ko'chmas mulkni tanishtiramiz. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Shark yonida, yo'lni bo'yida. Bu yanimizda Shark. Bu yanimizda 8 TV bo'ladi. Ya'ni Jaloliddin menga berdi. Eski Jaloliddin menga berdi. Yurtimizdagi Shovot kanalimizga yaqin. Mera qulay yerda joylashgan. Birinchi qavatda bir xonali kvartiramizni sizlarga hozir tanishtirib obzor qilib beramiz. Xolos hozir ofis qilib bersangiz bo'ladi. Eshik ochib, ruxsat olib turib, ruxsati bilan eshik ochsangiz bo'ladi aziz yurtdoshlar. Yurtimizda yo'lni bo'yida ham bo'ladi buni. Joyimizni boshlaymiz. Joyimiz shushni aziz yurtdoshlar. Joyimizni fasad qismlari, ko'rinishlari. Kvartiramizga keldik aziz yurtdoshlar. Eshiklar ta'mir ekan. Xudo xolasa girgandan prixoshkamiz yine. Ko'rinishlari. Bunda bir remont talab endi bu yoqdan tarafdan ishga chamon desanglar ruxsat beradi deb o'ylaymiz. Ruxsat beradi, по-моему. Bu yanimizda endi sanuzelimiz, hojatxonamiz. Bu yerimizda görünüşü. Aziz yurtdoshlar. Yanımızda bir xonasi qaragan, bir yerimiz o'zi oshxona bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oshxonamiz. Oynasi ko'chaga qaragan. Restoranimiz bor ekan bu yerda. Yanimizda yana bir xonasi. Bu oynamiz ham şöyle oynasi ko'chaga qaragan. Aziz yurtdoshlar, shu joyimizga like, podpisatsiya so'rab qolamiz и narxi ekranda yozib turadi. Срочно sotuvda joyimiz. Xudo xolasa ofis qilaman. Salon atestlami, nov atestlaringizlar ham to'g'ri kelaveradi aziz yurtdoshlar.